Börekka eng yaxshi ozuq bo'ladigan taomlarni aytib beraman. Birinchisi bo'lganda juda. Bu bo'lsa börekka eng yaxshi quvvat bo'ladi, bahni kuchlantirgan ko'fta deb ataladi. Buni iste'mol qilganingizda bahni kuchlantirib, börekka eng yaxshi bo'lgan ozuqlarni to'liqlaydi. Qo'y go'shti. Qo'y go'shti bo'lsa badanni illatib, badanni kuchlantiradi, börekni eng yaxshi ozuqlar bilan to'liqlaydi. Uchinchisi bo'lsa karavetka. Karavetka tarkibida mo'l oqsil, uzuqliq tarkiblar bor bo'lib, buni ko'p iste'mol qilganingizda balni kuchaytiradi, börekka ko'plagan uzuqliqlarni to'liqlaydi. To'rtinchisi bo'lganida shirin kartoshka. Shirin kartoshkani iste'mol qilganingizda tolning iqtidorini yaxshilaydi, balni kuchaytiradi, sperma baldur qochishni yaxshilaydi. Agarda ko'plagan erkaklar masalalarini bilmoqchi bo'lsangiz, menga raqamingizni qoldirishingiz mumkin.